Hammaga salom do'stlar. Do'stlar, bugungi videoroligimizda sizlar bilan sarmoya sarza pul ishlab boramiz. Do'stlar, Telegram hamda YouTube kanaliga a'zo bo'lib qo'ying. Sizlarga sarmoya svetlari chiqarib boraman. Bu sayt havolasini video tagida hamda kommentariyada qoldiraman. Do'stlar, hozir mana 3 nuqtani bosamiz va hozir sizlar bilan ro'yxatda o'tib olishni ko'rib o'tamiz. Registr degan tugmani ustiga bir marta bosib ro'yxatda o'tib olamiz. Ro'yxatda o'tish uchun birinchi qatorga email pochta, ikkinchi va uchinchi qatorga bir xil parolni qo'yib, kapchani qo'yib, registr degan tugmani bosib ro'yxatdan o'tib olasizlar. Do'stlar, mana saytga ham kirib bo'ldim. Sayt ko'rinishi xuddi shunaqa tartib bo'ladi. Hozir hisobimda 1222 ta token bor. Sizlar bilan video davomida mana shuni ham chiqarib olamiz. Do'stlar, keling hozir birinchi navbatda sizlarga pul chiqarib ko'rsataman. Buning uchun mana cash out degan tugmani bosamiz. Bosganimizdan so'ng hozir sizlar bilan mana payrga pul chiqarishni ko'rib o'tamiz. Hozir mana bu yerga mana payr raqami yozilgan. Sizlar yozasizlar. Men kiritib olganman. Minimalni pul yujish qarang, 1000 ta coinni tashkil qiladi ekan. Hozir mana 1000 hammasini yozaman. Mana bu 1.22 bo'lar ekan. Confirm degan tugmani bosib, mana tasdiqlab qo'yamiz. Do'stlar, sizlar ham xuddi shunaqa tartibda misol uchun pul yechishga qo'ysangiz bo'ladi. Mana pullari ham yechib bo'ldik. Endi qarang, sizlarga mana shu saytdan pul ishlashni bo'limini ko'rsataman. Pul ishlash uchun mana bu 3 nuqtani bosamiz. Bosganimizdan so'ng do'stlar, bu yerda bizda asosiy 3 ta bo'limda pul ishlanadi. Ya'ni mana bu brauzer, offers hamda mana server degan bo'limda ishlanadi. Hozir mana brauzer bo'limiga kiramiz. Kirganimizdan so'ng do'stlar, biz bu yerda misol uchun turli xil videolarni ko'rib olib ishlab boramiz. Misol uchun mana shu videoni 15 sekund, 30 sekund ko'radigan bo'lsak, 15 ta token beriladi ekan. Buni ham sizlar kirib olib bajarsangiz bo'ladi. Bu vazifa do'stlar har kunlik almashib turadi. Kirib olib har kunlik misol uchun ishlab borsangiz bo'ladi. Keyingisini ham ko'ramiz. Xuddi shunaqa tartibda mana 30 sekund ko'radigan bo'lsangiz 601 ta token beradi ekan. Xuddi shunaqa tartibda do'stlar bemalol ko'rib olib chiqsangiz bo'ladi. Do'stlar, endi saytning eng asosiy bo'limlari shu hisoblanadi. Endi hozir boshqa bo'limlarni ham ko'rsataman. Qarang. Mana bu ikkita bo'limga ham kirib olasizlar. Hozir mana kirib o'tamiz. Bunda ham misol uchun vazifalar bor. Turli xil vazifalarni ko'rib chiqasizlar. Qarang, asosiy bo'limda mana bu bo'limga kiramiz. Bu bo'limda misol uchun do'stlar, bizning hisobimizda qancha ko'proq tanga bo'lgan bo'lsa, misol uchun biz ko'proq, ya'ni priz, ya'ni har kunlik. Qarang, bu misol uchun mana kunlik $250 misol uchun mukofot bor. Shunda ham misol uchun biz pul yutsak bo'ladi. Mana haftalik $1000 gacha pul yutsa bo'ladi. Bu yerda mana kunlik $100, haftalik $500. 4 ta konkurs bor. Mana birinchisini bosamiz do'stlar. Qarang, bu joyda hozir mana birinchi odamning hisobida 67302 ta tanga bor ekan. Bu $25 yutish mumkin. 14 soatda 46 minutga aniqlanadi va hisobiga pul tashlab beriladi. Qarang. Mana hozir eng pastga tushamiz. Hozir mana 100-odamni ko'radigan bo'lsak, buning hisobida mana 1133 ta tanga bor. Bu $0.45 yutish mumkin. Oxirginchi 1000-odamni ko'ramiz. Do'stlar, qarang, mana 1000-odamning hisobida misol uchun mana 25 ta tanga bor ekan. Bu 0.01 misol uchun dollar yutish mumkin. Sizlar ham misol uchun videolarni ko'rib olib, hisobingizda misol uchun ko'proq tanga bo'lgandan so'ng mana shularga qatnashsangiz bo'ladi. Mana qarang. Mana o'zbeklar ham qatnashyapti. Buni ham misol uchun bemalol ko'rib olsangiz bo'ladi. Boshqa bo'limlari ham bor do'stlar. Bu bitta konkurs emas. Misol uchun mana $100 konkurs ham bor. Kunlik konkurs bu. Bunda ham mana ko'rasiz, bemalol ko'rib olib tanishib chiqasiz. Qolgan bo'limlarni ham ko'rasizlar. Do'stlar, mana biz hozir pul yechishga qo'yganman. Hozir endi sizlar bilan ko'rib o'tamiz. Agar pul tushgan bo'lsa, sizlarga ko'rsataman. Agar pul tushmagan bo'lsa, pul tushgani haqidagi skrinshotni Telegram kanaliga ham joylab boraman. Telegram kanaliga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Do'stlar, mana Telegramga ham kirib oldim. Mana Telegramda hali bizga pulimiz kelib tushgani yo'q. Do'stlar, pul kelib tushgani haqidagi skrinshotni men Telegram kanaliga qoldiraman. Bemalol Telegram kanalidan ko'rib olsangiz bo'ladi. Hammaga omad.